Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görgüç karandaşlar. Sizi tüşkü tegişlik innetler namlıq programımızdan ki yeni sahne arkalık sizler bilen yeniz görüştük. Bugünkü programımızdan aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulumala Birliği azası Ustaz Abdullahat Hafiz. Hürmetli Ustaz programımıza hoş geldiniz. Vaqt çıkarğanlığınız için köp rahmet etimiz. Bizni programga davet qilganlarga rahmat aytaman. Alloh taolo bu programni hammamizga foydali qilsin. Amin. Men programın esasçısı Abdullahat Ucat. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü programımızda ümitsizlik hakkında to'xtalib o'tamiz. Bu programın ümitsizlik degan temini qo'yishlik asosli sabablarimizdan biri. Vatanımız Şarkı Türkistan'da zulümünki günden günge yani insan tasavvur kılgısız halde zorlaşığı erişip vatan sırtındaki halkımızdaki nurgun cihatlardan başında kalıqı ümitsizlik, ruhi düşkünlükke uçurap kalğanlığını his kılğanlıqdan bu programımız şu düşkünlükni davalaşqa azraq bolsunmu bir sebepçi bulup kaladigan ümitde bu temada söhbet qilishni o'ylashdik. Qatiqini ko'rishinglarni umid qilamiz. Hurmatli ustoz, hamda bu ulamalar umitsizlik deganni qandoq tushundirgan? Buni qisqacha bizga bir tushuntirib bersizlar. Bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ümitsizlik hem de şahsını yani insanını ve cemiyetini halak kıldığan en çok afetlerinin biri. Mesela hem de bir maddi bir ziyan kelse, bir musibet, bir xafalık, bir narsa kelse o vakitlik boludu, ötep gididi. Ama bu ümitsizlik insanın kalbiga urilishadigan bir kasallik bo'lganligi uchun bu illat insonni dunyo va oxiratda halokatga uchratadigan bir illat. Onun uchun hamda bu ümitsizlikni tushuntirishda hamda biz Qur'oni Karimda ümitsizlikni ikki so'z bilan keltirdi. Birincisi yas, ikincisi qunut so'zi bilan. Her ikisininki ma'nosi şu lug'at ma'nosini desak, bir narsani arzu qilmaslik, o'zini kamsitish, özününki kudretini bir iş kılalışın, onu köz yetmezlik, horluqni qabul qilish degandek ma'noligi keldi. Hamda istilohatda ulamalarning istilohatida ayni beshiga bir xafalık kelsa, bir qiyinchilik kelsa, onundan qutulishni ko'z yetmezlik. Onu qutlanmayman, men tugashdim. Onun boğanma şunu olan ben tükeştim degendik. Yani başta degenimizde halaket gelip bartıkan bir narsa. Müşündak ümitsiz olandıkken teslimiyetçilik. Nefsi cihetten mağlup bulur. Bu teslimiyetçilik hem de başka gelen kıyınçılıkka teslim olsa düşmanga mı teslim oldu. Onunla düşmanımız güçlük, biz işini kılamayız denge okşaş narsalar bilan teslim bulup yaşaganlıkın horluqda qaltgan gap. Bu munda ahiretde mi Allah Teala'nın rahmetiga erişishga umidi yo'q. O çağda Allah Teala'nınki rahmetiga erişemaydi. Muşundaq bir yaman afet. Aynı şekilde mesela bu dünyada mı Allah'ınki mesela bu yardım eden, rahmet eden, bu çıkıp kalgan zulümden, kötülüğü ölüşüden
Biz o Xudoyim yordam qilmoqdak endi. Yoki duo qilsak, mujovatimizni sabab qilsak, bu sabablarimizni buningga kara qilmadi. Bo'g'inimiz mushu o'xshaydi deb taslimiyatda, ya'ni dunyolikdan va oxiratga har ikki tarafdan tamoman umid uzish. Bizga o'xshaydigan bir afat. Allah razı olsun ustoz. Endi bu yani ümidsizlikni yuqorida tarif etdik. Endi bu ümidsizlikka tushib qolgan yani kishilarda tepiladigan alomatlar qaysi masalan? İnsan bu şu kasallikka giribdor bo'lganda o insonda qanday alomatlar tepiladi? Bunun bir qisqacha bayonot. Onu desek başta degandek hem şahsda hem cemiyette bo'ladi bu ümidsizlik. Bunu biz ma'yuslik deymiz, naumidlik deymiz o'zimizning tilda. Buningki alomatlari ham de masalan shaxsda desak, mesela ya ticaret qilib ya bir ish qildi, bir qilgan ishidan mag'lub bo'ldi. Onun da bir muvaffaqiyatli qozonmay qoldi. Bir qitim, ikki qitim bir muvaffaqiyatli bo'lamas olanlam, men bu ishni qilolmayman ekan deb umidini uzish dunyoviy ishlarda. Hamda diniy jihatda, oxiratlik jihatda desak, masalan, gunohkor, insonlik, gunoh ishlab soldik. Cho'ng olsun, kichik olsun, har xil masalan namoz o'qimayotgan musulmonlar bor, deganga o'xshash. U endi men jiq gunoh ishladim. Xudoyim meni nima qilmaydi, afa qilmaydi, gunohimdan o'tmaydi. Endi mening bo'g'inim bo'lgan deb bundaq umidsizlanish. Bunu ümidsizlikning cho'ng alomati endi shaxslardagi. Bundaq adam shu o'zini dunyo va oxiratda halokatga tashlaydi. Allohning rahmatidan umid qilmaydi. Dunyolik ishlardimi bir g'alaba qozonishga, bir muvaffaqiyat qozonishga umid qilmagandan keyin unga tirishmaydi. Tirishmagandan keyin doim mag'lubiyatda, xo'rliqda, nimada qoladi. Yani jamiyat jihatdan bir toplum, jamiyat bo'lib umidsiz bir jamiyatning alomatlari nima desam, umidsiz jamiyatning alomatlari masalan bizdan musulmon bo'lgandan keyin o'zimizningki Müslümanlık sübtimiz bilen bir Müslüman cemiyetinde hazırki cemiyetten doğan ümitsizliklerinin alametlerinin biri mesela İslam degendin kaçış. İslam desek İslam'a hizmet kılınız ya ki mesela desek bizni hiç kim kollamaydı. Mesela biz vatanımızda İslam devleti kurumuz desek bizim hemen bütün dünya bizni yaklaydı. Hiç kim bizge nima qilmaydi. Deganga o'xshash gaplar. Shuning bilan islomga unda degandan keyin hamda islom demayli, musulmon deb islomiy o'zimizning kimligidan voz kechishga elib bordi hamda. Yani bu aldı bilen yuqorida degandek yani Allah'a bo'lgan ümidini üzüp Allah'ın yordam rahmetini, nusretini üzgendan keyin ya bu endi bu islomdan bizga nima ketdi deb islomdanmi voz kechib undan yiroqlash alomati voz kechib islomiy kimligimizdanmi nima qildigan elib bordi. O shunda hozir bayinada qadamlar. Xo'sh. Endi adab kishilarni so'g'itib islomdan so'g'ib tutgan. Ondan keyin bu islomni faqatla masjidga ibodatga bog'lab qo'yib, masalan namoz o'qiding, ro'za tutding, undan boshqa nima istaysa, yani ta'lim tarbiyada islom yo'q, siyosiy sohada islom yo'q, iqtisodiy sohada islom yo'q. Buni qiling desa, islom desa qilolmaydigan bu ishni. G'alaba qilolmaymizkan, oldimizni to'slab qolgan, muvaffaqiyatga erishamaymiz-kan deb shunday gaplarni anglaymiz endi bu xususan bu bizningki ziyoli degan
Yani nemelerimiz. İslamga biraz qara gözden qaraydigan İslamda bu narsa yo'qdek. Xuddi islom desa orqada qolgan. Hatto bizni orqada qo'ygan islom deyotgan odamlar bor. Ama shunga o'xshash yani ishlar bu umidsizlikning alomatlaridan biri hamdi. Biz musulmon jamiyati olarak. Bunu mundaq tushunsak qanday bo'ldi masalan? Bir qism kishilar masalan islomni tushunmadi yoki islomni xato tushunib olganlikdan jamiyatninki taraqqiyotininki keyinida qilish uni buni islomga atgan bo'lsa, aynı şekilde o'zine ait salih, mu'min, taqvodor musulmon kishilar ama bular masalan ba'zi jihatdan masalan duo qildi, ibodatini yaxshi qildi, bir kichik ibodatini ado qilib turib yana degandek o mushkulotdan qutulolmagan bo'lsa, yani bu Xudoyim bizga duo qilsaqmi, ba'midi deb amaliy jihatdan harakat qilmaslik yoki payg'ambar alayhisalom avval sen tugangni bog'la, undan keyin tavakkul qil degan hadisga amal qilmay o'tiraverishmi umidsizlikning alomati keladi. Shu hamdi. Asli biz ba'zi isl degandek islomni xato tushunish kelib chiqadan bu ishlar. Biz ikki narsa bilan g'alaba qila olamiz. Ikki narsa bilan oldiga manga olamiz. Birincisi Allah'a bo'lgan ishonchi. Allah'ningki bizga yordam qildiganligiga, nusrat berdiganligiga bo'lgan ishonchimiz komil bo'lishi kerak. Ondan keyin o ishonchi bilan samimiy, ixlosli ish qilish kerak. Mesela ko'z tush uchun, dunyoviy g'arazlar uchun, o'zi mashhur bo'lish uchun masalan emas. Faqat şu milletning bir muvaffaqiyatga chiqish, qurtulush degan Allah yolida samimiy bir qilish kerak. Allah Teala'nın yardımına kelish uchun. Bu bir. İkincisi Allah Teala'nın bu dünyada koygan maddi kanunları var. Hoş. Bunu sünnetullah deymiz. Onunla amel kılış gerek. Onunla amel kılış dediğimiz ne? Sebep emdi. Hoş. Şu an Allah Teala Kur'an'da "Fettakullaha mastata'tum" deydi. Yani Allah'ın küçüklerine yetişçe korkan diyen, yani küçüğünüz yetirdiğin işini hemini kılın diyen. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyen, yani Allah Teala hiç kimi güç yetmedi karşıya buyurmaydı diyen, güç yetmedi karşıya buyuruydu diyen oldu. Yani senin kolağından keltken sebep kançılak yağıcı gücün yetse, onun hemini kılış gerek. Eğer o sebepte biz hata kılsak, o sebepini cayda kılmasak, o çağda o muvaffakiyetke erişkil olmaydı. Bunu biliş gerek. Yani her kandak işinin ki bir yolu var, onun kılgan sebepleri var, onu bilip şu sebeplerini layıkıda kılsak, bizim gücümüzün yetmegen yere Allah Teala yardım verdi. Ama biz özümüz sebebini yaxşı kılmasak, hata kılsak, mağlubiyet boğanın ki nemişki mağlup olduk, onun hatalıkları karşı nerede hata kıldık, bunu tüzütüp başka bir yol yani kılmasak, bu ne olmaydı. Allah Teala'nın ki sünnetine amel kılmagandakin koygan kanuniyetiga o neticeye erişkil olmaydı. Şuna peygamberlerinin ki Musa Aleyhisselam Firavundan kaçıp mangan Allah'ın emri bilen Allah Teala Müslüman kavmini al çıket Mısır'dan dedi aynen. Hoş. Çıktı. O çıkartmayı oturgan olsa Firavunlu gelip onu öldüretti. Ya ondan ki Allah Teala bana yardım vermedi de onda diş hakkı yok yani. Hoş. Digen vaxtida onu elip çıktı, denizga udul kep kaldı. Arkadan Firavun'un askerleri koğlap geldi, aldı da deniz var, kaçırtkan hiç imkaniyet yok. Yani bir yerde sebep tügüdü. İnsanın kolunu kilitkan sebep. Ondan ki Allah Teala'nın emri geldi.
Hatta Musa Aleyhisselam'ın kavmi inna la mudrakun biz onu tutup kalkan bulduk. Düşman geldi. Denize kirsek ölümüz. Kirmisek akımızın düşman tutudu. Degendikin inna ma'aya rabbi sayahdin dedi Musa Aleyhisselam. Allah Teala men bilen bile bana nima kıldı? Yol göküstüdü. Allah Teala'nın emri geldi. Hasanoğlu deniz urgun dep deniz yol açıldı, ketdi. Bu narsalarni yaxshi bilish kerak. Yani Allah'a bo'lgan ishoncimiz kamil bo'lishi lazım ve kolumuz bizga kerak bo'lgan, bizning qilishimiz lozim bo'lgan sabablarni to'liq qilish kerak. Agar inson xatolashadi hamda xatolashgan bo'lsa tuzitish kerak. Allohning barliq ism sifati bilan to'g'ri shaklda tunish. Shunda bo'lganda andimizga umidsizlikka yo'l yo'q. Yo'l yo'q. Umidsiz bo'lishga yo'l yo'q. Onun uchun biz xutbada dedik, "Val aqibatu lil muttaqin." Ustoz hamda masalan bir qism asandagi kishilar masalan bu voy biz dünyadaki Müslümanlar hemmesi aciz. Onun cümlesinden Uygur Müslümanları mı aciz? Bizge yardım kıldığan bir devlet yok. Ya ki bir başka bir gücümüz mü yok? Xitayga karşı duralaydigan, düşmanımızı karşı duralaydigan. Bu Xitaydan ibaret bu bizim Uygurlarınki düşmanı. Onda çoğup kutatı, bunda çoğup dünyada onda dep yani. Bu düşmanını bek çoğun biladigan kişiler mi bağımdı. Bu mu yani bu ümitsizlik girdağının cümlesi keremde yani? En çok ümitsizliğin alameti o. Düşmanını bek çoğun biliş. Düşman her kançı çoğun olsa maddi cihattan güçlük. Ama lakin bu dünyanın ilgisi var. Yaratquchi egimiz Allah var. Allah Teala'nın hamma narsaga kudret yetidi. Hamma narsaninki o'zininki bir vaqti var. Allah Teala belgilagan. O vaqtdan ilgari keyin bo'lmaydi. Biz yuqorida degandek, biz hozir vatanimiz Xitoyning qo'lida. Xitoy o'zi dunyodagi kuchli davlatning biri. Onun bilan yugurib elishishga bizningki kuchimiz yetmaydi. Ama bundan umitsizlanib o'zimizni tashlab o'tishga islom yo'l qo'ymaydi. Biz yana qo'limizdan keltirgan ishlar bor. Siyosiy jihatdan bo'lsin, masalan namoyish qilish bo'lsin, o'zimizni yetishtirish bo'lsin, bolalarimizni yaxshi vatanparvar qilib, kelgusida vatanga xizmat qiladigan qobiliyatlik ilmiy jihatdan her sahada hizmet kılalaydigan kişilerini yetiştiriş degan o'xshash qo'limizdan keltirgan qilalaydigan ishlar bor. Bu ishlar umitsizlanmasdan bu ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. Allah Teala'nın çokum bizga musulmonlarga nusrat berdiganligi, zulmning tugaydiganligi, bizningki vaqti kelganda bunu qutulduğanlığımızga kamil işenci bilen bu işini qilish kerak. Biz haqiqiy Müslüman bo'lsak, Allah Teala'nın ki bizga tushirgan Qur'oni Kerim, Resulullah'ın hadis-i şerifleri üretken haq yo'lda to'g'ri mangalasak, ondan keyin shu qo'limizdan kelgan xizmatning hammani hozir nima qila olamiz? Bizning qo'limizdan nima keladi? Şöyle hemen kıla alırsak, o nusrat keledi, yardım keledi. Ama biz aşında birisimiz dünyaya birlik gelsek, birisimiz başkanı olsak, o vatandan umidimiz bulmasa, umidimiz olmadan için hiç çıkmayız, hareket kılmayız. O çağda o kelmeydi. Allah razı olsun ustaz. Hem yukarıda mesela ümitsizlikni düşendirdi, onun için alametleri hakkında sözlendik. Hem de bu İslam bu ümitsizlikka qanday qaraydi? Bunu bir aniqlab bersak. Hem de bizimki İslam ümitsizlikni rad qiladi. Müslümanning umidsiz bo'lishini haram deb qaraydi. Umitsizlik Müslümanning axloqi emas.
Ümitsizlik kafirning axloqi. Xo'sh. Qur'on buni ochiq ifodalaydi. Oyatni o'qisak, innahu la ya'asu min ravhillah illa al-qawmul kafirun deydi. Xo'sh. Allah'ın yardım edin, Allah'ın rahmet edin. Fakat kafirle ümit özür. Çünkü kafirle Allah'a işlemgelik için kafir hamdı. Allah'ın bizge yardım keler deb ümit qilmaydi o. Onun için o kafirlininki ahlakı, Müslümanın ahlakı emas. Sayma dedim, inna vel akibetu lil muttaqin. Bu degan söz, yani ahirki netice muttaqilarning oldu. Yani yaxshi natija muttaqilarning oldu. Onun için bizning dinimizde ümitsizlikka yol yok, ümitsizlik yok. Yine Allah Teala men yaqnut min rahmetullah illa dallun deydi. Yoldan azgan, yoldan çıketken, doğru yolunu tapamagan adam ümitsizlindi. Ama ben bir Müslüman degan adam ümitsizlenmeyi çünkü biz Müslümanlar ilgimiz Allah. Biz Rabbim Allah degan ekanmiz. Allah Teala'ga tayangan ekanmiz. Allah Teala herkes yardımsız koymaydı. Ama yukarıda deganga o'xshash şartları var. O şartlarını hazırlaşımız, kılışımız gerek. O vakti kelgan vaqtda Allah Teala o çokum nima keladi. Shuning uchun ishlash her qancha qiyinchilik aslında bo'lsaqmi, mutlaka bir qila oladigan bir ish bo'ldi. Onu qilish kerak. Shunga bir olimning degan gapi bor, musulmonni putqolni tushab qo'ysa deydi. Hech ish qilmay bog'laga saklash kerak. Ashuni o'zini qilsa, ya'ni harakatlar. Bir harakat qilsa, shunga hadis qudsiyda men taqarraba ilayhi şibran taqarrabtu ilayhi ba'an deydi Allah Teala. Yani bir adam bana bir zerre yakınlaşsa, ben onun bir jugulaç yakınlaşıram deydi. Demek onun manası şu, biz bir kadam alsak, Allah Teala aldığımızda 10 kademlik yolunu bizge içip verdi. Asallaştırıp verdi. Onun için hareket lazım. Yani ümitsizlik yok. Mesela biz Uygurlar deyli, hazırki bir ahvalga çıkıp kaldık hamdi. Şundak vakitte demek çok olur, yani her qanday bir insan bir iş qilay deydiken en addi bolsunmu bir iş qilish imkoniyati bor. Yani Allah Teala hamma insonga yani ma'lum miqdorda boshqasiga bermagan iqtidorni bergan. Şu adam o'zining kuchi yetadigan sohasida bir harakat qilish bu nimadan qutulish uchun zulümden ümitsizlenmeslik demekçi bu sözü. Lazım. Annemin bir hikayesi var. İbrahim Aleyhisselam'da okutaşlıkanda çömele ağzında su elip keptiken deydi. Onu bir kuş uçurap, abi seninki ağzında erkeken küçüküne sulan ölçemdi o diyende ben bilmem onun ölçmeslikini. Ama bir hareket. Benim aşına karşı İbrahim Aleyhisselam'ı kovdap, şu düşmanın otuğa karşı bir kişilik hastam olsun da kavatamam deyin. Çünkü hemimiz yani her bir Uygur bir çömülü misali hareket kılış gerek. Her bir Uygur ben vatanım için, halkım için, bu şu hazırki zulümden kurtuluş için ne iş kılalayım bir satırı bir nasıl yazalarsa onu kılış gerek. Bir adam gibi bir kelime sözleş imkanı olsa onu kılış gerek. O mutlaka bir kolumuzdan ketken bir işini kılış gerek. O şuna ola o boludu. Muvaffakiyetlik boldu. Allah razı olsun ustaz. Endi keldik bu mesela kişilerninki şunday ümitsizlikka giripta bulup qilishning alomatlari nima? Sababları nima? Nima uchun shunday bo'lib qoladi inson yani? Bu haqda qisqacha. Onun sebepleri bekçi hamdi. Hoş. Onun bir neçini desek, birincisi şu bir işte kıpıkıp, küçük kadın bir muvaffakiyet kazanmaya kalsa şunu olan taşlı ötüş. Bu bombayken ben kılamayım kendim. Onda kılmaslık gerek.
Masalan, nimada bu Edison tokni ijod qilgan. Nimdaydi? 1000 qatim tajriba qilib, 1000 qatim mag'lub bo'lib, 1001 qatimda ijod qilibdi deydi. Misolga. Yani 3 qatim, 4 qatim mag'lub bo'ldim deb tashlab o'tish bu umidsizlikka olib bordi. Harakatdan to'xtab qolish. Ikkinchisi, mag'lubiyatidan ko'rib, g'alaba qilgan vaqtlarini unutib qolib, o'zining muvaffaqiyatlarini, o'zining qobiliyatlarini hisobga olmay, men shundoq qilolmayman ekan deb bunda kelish umidsizlikka olib bordi. İnsan deganning ba'zi hatto jamiyat yani. Biz mi tariximizni o'qisak, tarixda biz mi davlat qurgan millat, g'alaba qilgan, necha ming yil hur o'zimizning davlatida yashagan. Shu Uyg'ur yana biz shu biz hozirgi bunday holatga tushib qolgan bo'lsakmi, bizningki g'alabalik holatimizni unutmay, biz bunday qilgan odamlar, bizning ajdodimiz bunday qilgan, biz bunday kishilarning avlodlari ashula qilishni biz mi qila olamiz degan bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa faqat mag'lubiyatni ham ko'rsak, g'alabiyatni ko'zga ilmasak yoki uni ko'rmasak, o umidsizlikka olib bordi. Ondan keyin Alloh taoloni yaxshi tonimaslik. Bu aslida eng birinchisi iymonning ojizligi. Xo'sh. Alloh taoloni yaxshi tonimagandan keyin, Alloh taoloning qanday yordam berdiganligini tanımagandan keyin, onunda bu bizim imanımız acizleşiyor. İman deganing ma'nosi hamda. Xo'sh. Bir tarafdan ishonish degan Allohning barlig'i bilan ishonish bo'lsa, yana bir ma'nosi ishonch qilish degan gap. Biz ishonch qilishni tashlayapmizda. Ammo Allohga ishonamaymiz. Alloh taolo bergan va'dalariga hammaga ishonch qilish kerak. Cho'qim bo'ladi deb. Onun çağda andikin umidlar bo'la olamiz. İşencimiz bo'lmasa, hamda ana yordam berma debdikan deb kirami kelmasmi o yordam deb bunda o'ylasak, o kelmaydi zaten. Allohning yordam berdi, Allohga chuqur ishonch qilish. Ishonch qilish lazım. Buning aqsqi keladi hamda Alloh taolo haqida so'zdan Qur'onda deydi buni so'zdan deb. So'zdan degan yomon gumon qilish. Endi Alloh taolo yordam bermaydi. Qaranglar, musulmonlar Xudoyim yordam bergan bo'lsa, nimishqa islom davlatlari ojiz bo'ladi, o bu deb. Islom davlatlarining ojiz bo'lgani Alloh taoloning yordam bermaganligi uchun emas. Alloh taoloninki ko'rsatgan yo'ldan chiqqanligi, shu umidsizlikning sababi shu. Hozir 52 dana islom davlati bor. Bo'lgan bilan hammasi bir kafir davlatning kuchli bir davlat sizak nimasi yo'q hamda. Nimishqa? Shu umidsizlik. Boshda dedik ya, biz islom desak, nima desak, kafirlar bizni nima qilmaydi deb. O'zini ular zaten bir yani xalqi musulmon bo'lgan bir davlat bir sifati bilan o'zini xalq ko'rib kafirlarning oldida taslimiyat bo'lib bo'lgan. Aslında xalq uchun aqida qiliqliq, xalq qiliqliq. Xitoylar kafir davlatlar bizni iqtisod bilan mag'lub qiladi, aqlda, ko'qilda tijoratimiz nimaga uchraydi deb. Unsiz yashamaymiz. Shuni biz tankilanmaymiz degan umidsizlik bilan tushgan sir, o kafir deganninki oldida egilgan siri, o herkes o nima qilmaydi. Texmbek izidi. Sen boy aytgan siri texmbek izidi. O kuchni toplasa, tang tursa, qo'ldan kelgan ishni qilsa, o tankilanmaydi. Ammo lekin hammasi shu o'ziniki shunday umidsiz biz tankilanmaymiz, u kuchli, u tang o'g'lanmaydi deb o'tirgan ekan, ammo kundan kunga oxir qoldi. Ondan keyin yana bir sabab tarixni yaxshi bilmaslik. Tarixni o'zimizning manbasidan emas, dushmanlarning yozib bergan tarixini o'qish.
İslam devletlerinin bir çoğun bir nimesi muşu. İslam devletlerinde okutuluyatkan tarih müsteşriklininki din düşmanları tarafından yazılgan tarihler. Ola tarihini burmalap bizge şunda hiç iş kılanmagan, hemişe şunda akıdı kalgan yok, dünya ile alakası yok, şunda kösetken aşını okup, aşını işinip hakiki tarihten haberimiz yok. Bizim vatandaş. Biz şunda kaptıken biz Atıboğlu'nun kaptıken diyen okşaş bu işler ümitsizlik yapar, ümitsizliğinin sebepleri. Ondan keyin bu cemiyette aynı ümitsiz insanlar var. İnsanı daim ümitsizlik işlediğin. Aşular adamlar bilen oturuş kopaş kılış, aşular dostulaş, aşular bilen berip geliş kılış. Bunu anlığa yani ki. Hast selbi gap kıldıgan şu bagaz adamlar. O ümitsizlikке sebep oldu. Ondan keyin iradesi, himmeti aciz buluş. İradesizlik mi insan ümitsizlik yapardı. Güçlük irade oluş gerek. Bir işini kılsa mazmut turalardan oluş gerek. Anlamasam da ahirkisi ümitsizliknin epkildiğin ziyalarını bilmezlik. Ya ki onun sal qaraş. Buna bizim ümitsizlik bizi kandak halaketlik yapardı. Onu oylamay. Aynı şekilde size yukarıda ötkendek bu İslam'ınki ümitsizlikki bo'lgan mavqasini bu ümitsizlikning haram ekanligini bilmaslikni o zaman. Bilmaslik insonni nima yapardi? Ümitsizlik yapardi. Bundan jak sebepler var hamda. Vaqtimiz. Endi ustoz bu ümitsizlik illeti masalan kishining o'ziga, shaxsga cemiyetke qanday ziyonlanib keldi. Masalan bir kishi ümidsiz oldu yoki cemiyette shaxslarni ümitsizlik shirmi oldu. Bu hal nima bo'lmoqchi yani? Bu bizni boshda mı dedik hamda azroq. Bizni putqolimizni faqat tushirib qo'ydi. Alga ilgilenmeyken halatga kelib qo'ydi. Dünyavi işlerimizde. Mayli cemiyet olsun, mayli şahs olsun. Ümitsizlikle giriptar olan adam, ümitsizlikle giriptar olan cemiyet ilgilenmeydi. Terakki kılanmaydı. Alga basanmaydı. Nimişka ümitsiz olandan keyin onun kerakli işini qilmaydi. Şahs mı aman ümitsiz bir iş qilmayman ekan deb yotadi. Bugun qilgan ishni ertaga bu yil qilgan ishni kelasi yilga surdi. Onun bilan alg'a ilgililik. Endi bundaq bir ishga desak endi. Ümitsizlikninki ziyonlaridan biri insanın mas'uliyatini tanımaydigan, mas'uliyatini ado qilmaydigan, bunda beparvo, shunday holatga keltirib qo'ydi. Bexudlik. Bunday odamlarning qo'lidan ish kelmaydi. Bir vazifa bersan ado qilmaydi. Hech qanday ishga xo'sh yoqmaydi. Xo'sh. Shunday qilib qo'ydi. Ondan keyin bu ashna bo'lgandan keyin hamda buning natijasida nimaga yapadi? Xorliq yapadi. Mayli jamiyatda olsun, mayli shaxs olsun. Yani bir hozirgi turayotgan tushib qolgan holdan yana bir yaxshiroq bir holatga chiqish uchun faqat harakat qilmaydi hamda. Harakat qilmagandan keyin doim shu xarzabun holatga kelib qoldi. Cemiyetini başta dedik terakki kıldırmaydı, arkada koydu. Cemiyetini arkada kılışının sebebi şu ümitsizlik oldu. Başkalarını hareket kılışının tosudu. Çünkü özü ümitsiz. Hareket kılmaydı. Hareket kılanınca hasat kıldı. Mesela hazırmış cemiyette mi mesela hem de Allah'a şükür çetelde
bir qancha tashkilot, shaxslar, ustozlar, ya'ni bunda o'zi mustaqil harakat qilayotgan qarindoshlar bordi. Xususan shu bizning vatanniki zulmga qarshi. Musha adamligi malaqi shu sil degandek endi bir destek vermay. Buni nima qilar aytdi. Bikash qilib, natijasi olmaydi o bu deb. Shu ümidsiz kishilar avlama qilayotgan harakatni so'g'itdi. Harakatdan to'sidi. Harakatdan so'g'itdi. Kishilarni harakat qilishdan joydirib nima qildi? Orqaga chekindirdi. Ondan keyin oyat dedi-da Alloh taolo. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Allah'ın rahmetinden fakat zalalatda, azgınlıkta kalgan. Aşı ümitsizlik insanı azgınlıkka yapardı. Doğru yoldan çıkırdı. Şunun bilen hata yolda gidip hem özüne hem cemiyetine hem halaketke yapardı. Şunda çok zihni var bu ümitsizlikle. Onun için İslam'da ümitsizlikni Allah Teala Kur'an'da haram kılgan. Allah hemmimizni bundan öz panayını saklasın. Millet çıkıp kılıştım. Endi ustaz ahirki noktaya kelsak, bu illetin kurtuluş yolları neme? Qaysi yollar orqali qutula olamiz endi? Ümitsizlikten kurtuluşun yolları yuqorida degan sabablardan nima qilish? Endi onu birincisi Allah Teala olan işencimizni güçlendiriş lazım. Hoş. Bu dünyanın ilgisi Allah Teala. Bu dünyada bulayotgan işten Allah Teala bir haber emas. Zulüm olsun, başka bir işini bilip durdu, körep durdu. Onu Allah Teala'nın özünün koygan bir vakit var. O vakit kelgende zalimnin ahirsi mesela kelidi. Mazlumluğunu kutlatkan vakti kelidi. Onunla kat'i işin iş lazım. Allah Teala'nın nusrat bidalık işenci kılış lazım. Ondan keyin bu ümitsizlikten İslam ahlakı emasligini, Müslümanın ahlakı emasligini, Müslümanın ümitsiz oluşu haram ekanligini bilish lazım. Bunu bilsek, ondan keyin ümitsizlikni tashlab, umid var bir holatga kelamiz. Üçüncüsü peygamberlerin kıssasını. Allah Teala Kur'an'da bizge bakaga hikaye olsun da keltirmedi onu. Aşağıdan ibret alaylık, ders alaylı aldığımızga ilgileş için şu peygamberler kandak haplıklığa kaldı, kandak zulümlüğe uçturdu, ondan keyin kandak kurtuldu. Hususan, hasaten bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı. Bunu yaxşı düşünüp, yaxşı okuş gerek. Bu bizge ümit bağlaydı. Ümitsizlikni yoktudu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam peygamber olanda Mekke'de çevre dünyada bir tane Müslüman yoktu. Ben bu adamla kandak davet kılman dep ümitsizlengen olsa hiç mi kılamaydı. Şu özü yalğız davetini başladı. 23 yıl içinde Mekke, Medine ve etraftaki Arap yerim köp sallıkanı Müslüman oldu. Şu bir adamın ki davet veren, kısa bir müddet içinde. Bunun ki ceryanları o kandak kaplıklığa uçturdu, aşırı kadar takabül durdu, aşırı ügensek biz de ümitsizlikini yokta alayımız. Hoş. Ondan keyin tarixda g'alaba qilgan kishilarning hayotini o'qish kerak. Masalan, Salohiddin Ayyubiga o'xshash, nimaga Fatih Muhammadga o'xshash, bizning vatandagi qahramonlarimiz va xizmat qilgan. Shularga o'xshash kishilarningki hayotlarini o'qisak bizga umid bag'ishlaydi. Umitsizlikdan qutula olamiz. Shuni. Ondan keyin biz ki ümitsizlikka sabab bo'lgan narsa umidsiz kishilar bilan birga bo'lish dedik. Onun tersi umid var kishilar bilan o'tirib qopish qilsa, jangovar harakat qilgan kishilar bilan olsa, o bizga
yol göküstüdü, ümitsizlikimizni yoktudu. Ümitsizlenmeyin dep nasihat kıldı mesela. Mani kılanmagan bolsun, mani kılın deydi. Ümitsizlikle şunu yoktu alayımız. Ondan keyin düşmanın aciz noktalarını biliş lazım. Düşmanın hem güçlük, hem hakanca güçlük olsa mı, onunki aciz noktalarım var. Onu bilip o taraftan hareket kılış gerek. Mağlubiyatın sebeplerini yaxşı analiz kılıp, ondan o hata sebepleri olsa, mağlubiyatki sebep olan narsalarni tuzatish lazım. Arapçada bir gap var, men cerrebel mucerreb, hallatla onu nedama deydi. Bir işini tecrübe kıldım. Tecrübe kılınğaçta kılayıversen, puşaymanlık kelaverdi. Bizdenki yakın tarihimiz bu işler bilen meşhur hamdi. Birisi kılıptı o işini, mağlup bulaptı, yani olaptı, yine aşı işini öz aynını kılıp, yine bizden kim kelganligini öz aynını kılsa, yine mağlup olgan gap. Mağlubiyatın sebeplerini yaxşı bilip, o başka onunla o taşlaş lazım. Ümitsizlikten ziyanlarını yaxşı biliş lazım. Ondan bilsek, onu ziyan tatmaslık için ümitsizliklerimizden anlamalıyız. Ondan keyin şu mağlubiyatga sebep bolgan har qanday ishdan uzoq turish kerak. Çünkü şu sebepler bizni mag'lubiyatga, ümitsizlikka elib boradi. Jiroq tursak, saqlansak, umidvor bo'lib inşallah. Allah razı olsun ustaz. Benim aklımga binası geldi hem de mesela biz Şarkı Türkistanlıkla Uygurlar yani texmo jangovar, fidakar halatda hizmet qilish uchun hamda bu ümitsizlikka tushib qolmay hamda Alloh taolo yuqorida o'tgandek har qavmga har xil sinoqlarni bergan, imtihonlarni bergan. Hamda biz Uyg'ur xalqi uchun shu vatanimizni Xitoydan iborat shunday bir zolim qonxo'rniki ishg'oliyati ostida qilishga bunday bo'libdi. Bizni shu vatanninki avlodlari qilib sinabdi Alloh taolo. Bu meningki shu dunyodagi cho'ng sinoqlarimdan birisi, imtihonim bu mening. Men shu imtihondan o'zim va xalqim g'alaba qilish uchun qo'limdan qanday ish kelsa shuni qilishim kerak. Cho'ng olsun, kichik olsun, sizlar yuqorida o'tgandek eng oddiy masalan bir odamga bir kalima yaxshi so'zlashish, bir real da'voga, millatga foydali, ta'lim tarbiyaga foydali qila olsa, uni o'ziga vazifa deb bilish. Shundoq qilishma, ya'ni bizningki hozirgi ahvolimizdan, hozirgi bizni chirmib olgan ümitsizlikdan qutulishninki eng cho'ng sabablardan birisi deb qaradim men. Aqlimga kelgan narsa. Xo'sh. Paylaşqım geldi. Biz ham da axirda xalqimizga shuni tavsiyalar olsa desak, biz bir shu zulmni hozir vatanda shu bo'lyotidi. Sirtkilar moddiy jihatdan yashayotganimizdan qalbimiz qon. Qo'sh. Hamda shuni o'zimizga bir dard, bir alam savdo qilishimiz kerak. O chog'da o bizim içimiz içsa, tabak yegil qolsak, ishtahoyimiz qochsa, yostiqqa beshimizni qo'ysak, uyqumuz qochsa, andikin uni hal qilishga harakatga o'timiz hamdi. Ammo bunda qilqi men meyadamdi deb bunda bexud, beparvo, bunda kunlik qo'sqam to'ysa bo'ldi deb yashasak, o chog'da bu ishimiz alg'a basmaydi. O umitsizlik bizni tishirmay oladi. Biz şu bir
aşındak bir dert, elemlik bir insan olsak, o derdimizni hal qilish uchun bir kasal bo'lgan odam doktorga bordi. Og'riq his qilganlik uchun. Og'riq his qilmasa hech kim pul to'lab doktorga bormaydi. Shunga o'xshash shu hozirgi bizningki chekayotgan zulmlarni bir shundoq alamni ichimizda his qilsak, ondan keyin buni yo'qotish uchun, buni saqaytish uchun, buni hal qilish uchun nima ish qila olaman? Shu qo'limizdan nima kelsa shuni qilsak, ondan keyin kelmagan yerga Alloh taoloning yordami o'chog'iga keladi. Bu endi millatning ko'p sonligi shunday bo'lishi kerak. Bu bir necha odamning qilishi bilan bo'ldiqa ish emas. Millatimiz, xalqimiz, shu xususan sirtdagilar shu yo'lda bir harakat qilishim kerak degan tushunchaga kelsak, o'tib qolsa, shuni quyida bo'lishi kerak. O chaqda bolalarımizga uni anglatamiz, Qur'on o'qisak yoki nima qilsak, kecha kunduz duo qilsakmi, aqlimizga shu keladi. Unda bo'lgan chaqda andikin nima bo'ldi? Xalqning ko'p sonligi bunday bo'lmasa, bu az sonliq odamning qilgan xizmati bilan uni ham qilmang deganlik. Shu az sonliq odam ko'p sonliq odamni rahbar bo'lib mangitgan gap endi. Ama umumiy xalqimizga tavsiya qiladigan biz shuni ichimizda bir dard, alam bo'lsa, shuni hal qilish, shu alamni tuvallatish uchun, pasaytish uchun, qalbimizdagi etishni azaytish uchun harakatga o'tish lozim. Xo'sh, Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Allah ümitsizlikten bizni qutqizib, umidvorlik bilan ish qilishni nasib qilsin inshaalloh. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, bunun bilan bugungi tuzatishga tegishli illatlar nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah başka programlarda görüşmek umidi bilan hammanglarni Cenab-ı Allah Teala'ga topshirdik. Xayr, xo'sh, aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.